15 bob. Ertesi tang səhərdə Ali ruhaniylar, ağsaqqallar, Tevrat ustazları və Ali Kengaşmının bütün əzaları məsləhətləşib keyin Həzreti İsa'nı bağlab Vali Pilatusqa tapşırıb bədi. Pilatus onundan, "Sən Yahudilarning padşahıyımı?" deb sordu. "Etqininizdək," deb cavab bədi Həzreti İsa. Ali ruhaniylar onun üstüdən bir muncha şikayətlərini qilishdi. Pilatus onundan yana, "Qara, ular üstündən shuncha vala şikayət qılıvatıdı. Sən hech qaysisiga javob bermamsan," deb so'radi. Lekin Hazreti İsa yanla zuvan sürmedi. Pilatus bununla hayran qaldı. Her qitimliq o'tib ketish yetida vali xalq iltimos qilgan bir mahbusni qo'yib beradi. Ayni vaqtda zindonda to'plangda odam o'ltirgan to'plangchilar bilan birga tutilgan Barabas ismli bir kishi bor edi. Xalq vali Pilatusning oldiga kelib, uningdan bir mahbusni burunqiga o'xshash qo'yib berishni talab qildi. Pilatus ularga, "Sizlarga Yahudilarning podshohini qo'yib berishimni xohlamsizlar?" dedi. Pilatus Ali ruhaniylarning Hazreti İsa'ga hasadxo'rlik qilib, uni o'ziga topshirib berganligini bilatdi. Biroq Ali ruhaniylar xalqqa Hazreti İsa'ning o'rniga Barabasni qo'yib berishni talab qilinglar deb ularni kushkirtdi. Pilatus ulardan yana, "Undaq bo'lsa, sizlar Yahudilarning podshohi deb atagan odamni qandaq bir taraf qilay?" deb so'radi. "Uni kristga mixlating," deb chiqqan silishdi ular. "Nemishqa? U nima jinoyat o'tkazibdi?" dedi Pilatus ularga. Biroq ular texmi qattiq vaqirishib, "Uni kristga mixlating," deb turaverishdi. Xaloyiqni xursand qilmoqchi bo'lgan Pilatus Barabasni ularga chiqarib berdi. Hazreti İsa'ni bo'lsa, qamchilatgandan keyin kristga mixlash uchun lashkarlarga topshirdi. Lashkarlar Hazreti İsa'ni vali o'rtasidagi bir saynoga elib kirdi. Ondan bütün lashkarlar to'pini bu yerga yig'di. Ular uningga shohona so'sing ranglik to'n, beshiga tikan shoxirdan o'rib yasalgan toj kiydirdi va uningga "Yoshsun Yahudilarning podshohi!" deb vaqirashdi. Ondan beshiga qo'mish bilan qayta urib, uningga qarab tukirishdi va uning oldida tiz bukib sajda qilishdi. Uni mana shundoq mazaq qilgandan keyin so'sin to'nini soldirib, uchiga o'z kiyimlarini kiydirdi va kristga mixlash uchun elib minishdi. Simon ismli bir kishi yezdan kelib, u yerdan o'tib ketyotdi. İskandar bilan Rufusning otasi bo'lgan bu odam Kirin shahridan edi. Lashkarlar Hazreti İsa yutib mangan kristni bu odamga majburiy ko'tirgizdi. Ular Hazreti İsa'ni Golgota, ya'ni bosh so'ngak degan yerga elib bordi. Uningga murmakka aralashtirilgan sharob berdi. Lekin Hazreti İsa uni ichmadi. Ular Hazreti İsa'ni kristga mixlab osdi ve her qaysi o'ziga chiqqanini ilish uchun chak tashlashib, kiyimlarini bo'lishib oldi. Hazreti İsa kristga mixlangan vaqt atigan soat 9lar edi. Gunoh taxtisiga Yahudilarning podshohi deb yozilgan edi. Hazreti İsa'dan boshqa ikki qaroqchimi kristga mixlangan bo'lib, biri uning o'ng yendiki, yana biri sol yendiki kristda edi. Shunda qilib, muqaddas yozmalardiki, u jinoyatchilar bilan bir qatorga qo'yildi degan so'z isbotlandi. U yerdan o'tganlar boshini chayqishib, Hazreti İsa'ni haqoratlab, "Qani, sen ibodatxonni buzib tashlab, 3 kunda qaytadan yasab chiqadigan odam eding-ku. Endi kristdan tushib, o'zingni qutqizg'ina," deyishdi. Ali ruhaniylar va Tevrat ustozlarimi uni shundaq masxir qilib, o'zaro "Boshqalarni qutqizibdi-kan, o'zini qutqiza olmadi. İsroillarning podshohi qutqizuvchi Masih endi kristdan tushib baqsinchi. Biz shuni ko'rib, uningga e'tiqod qilayli," deyishdi. Hazreti İsa bilan birga kristga mixlanganlarmi uni haqoratlashdi. Tush vaqti soat 12da bütün zeminni qorong'ulik qoplab, soat 3ga
deyishcha davom qildi. Soat 3'te Hazreti İsa yuqori ovoz bilan Yeloy, Yeloy lama shafaqtani, ya'ni Xudoyim, Xudoyim, meni nemishqa tashlab etding deb vaqirdi. U yerda tug'anlarning ba'zilari buni xato anglab, qaranglar, bu odam İlyas payg'ambarga murojaat qilyapti deyishdi. Ularning ichidan biraylar yugurib berib, bir parcha bulutni akilib, arzon uzum sharobiga chilab, uni qumishning uchiga bog'lab, Hazreti İsa'ga ishkizmoqchi bo'ldi va to'xtab turinglar, qarab boqayli. İlyas payg'ambar kelib uni tushirib olamdikin dedi. Hazreti İsa qattiq vaqirdi-da, tiniq to'xtab jon uzdi. Shu vaqtda markaziy ibodatxonadagi parda yuqoridan tövanga ikki parcha bo'lib yirtildi. Hazreti İsa'ning o'dilda turgan yuz beshi uning qandoq jon uzganini ko'rib, bu odam haqiqatan Xudoning o'g'li ekan dedi. U yerda yana vaqani yiroqdan ko'rib turgan ba'zi ayollar bor edi. Ularning orasida Majdallik Maryam, kichik Yoqub bilan Yosning onasi Maryam va Salomlar bor edi. Hazreti İsa Galileyada turgan vaqtda bu ayollar uningga ergishib, uning xizmatida bo'lgan edi. Uning bilan Yerusalimga birga kelgan yana bir muncha ayollarmi ahvolni ko'z tutib turadi. U harbi kuni, ya'ni dam olish kunining oldingi kuni edi. Kech kirib qolganda Yahudilarning oliy kengashmasining hurmatga sazovar a'zosi, Xudoning podshohligini intizorlik bilan kutayotgan Aramatiyalik Yusuf yuraklik holda vali Pilatning oldiga chiqib, uningdan Hazreti İsa'ning jasadini berishni talab qildi. Pilatus Hazreti İsa'ning allaqachon o'lganligini anglab hayron bo'ldi. U 105ni chaqirib, uningdan Hazreti İsa'ning o'lganiga qanchalik vaqt bo'lganligini so'radi. U 105dan ahvolni uqqandan keyin Yusufga jasadni elib ketishga ruxsat qildi. Yusuf kendi raqs etib elib, jasadni kirishsin tushirib, kepalladi va qiyoda o'yilgan bir qabriga dafn qilib, og'ziga yo'g'on bir qo'ram toshni do'miltib qo'ydi. Majdallik Maryam bilan Yosning onasi Maryam Hazreti İsa'ning qo'yilgan yerini ko'rib oldi.